Mana Navoiy sening sovchi qo'yibdi. Bu nonni sotib seni boqoleydimi yo'qmi? Yurchi sifatini olayli. Sani kimligingni bilmay qolgandir-da bu. Keli sani eshigingni taqillatadimi? Yurchi qani gaplashamiz. Assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum. Kecha onangni uyimga sovchi qo'yib yuboribsan. Kimligimni bilasanmi? Nima menga ishonib yubording sovchini? Sen mana bunaqa Navoiyxonani mintasini qursan ham menga teng kela olmaysan. Tushundingmi? Ha, bu ham bilmagandek qatga kelib qolganini. Tengi bilan, tezak qopi bilan. Mayli, uni qurishib tashama. Kambag'alni ko'ynini ortma dishgan. Maylimi bir narsa so'rasam sizlardan? Sazing bo'lmasin, so'ra. Yahudiylar boyligi, mansabiga qarab qiz berib qiz chiqarishar ekan. Nasroniylar chiroyiga qarab qiz berib qiz chiqarishar ekan. Arablar bo'lsa nasl nasabiga qarab qiz berar ekan. Musulmonlar bo'lsa taqvosiga qarab qiz berar ekan. Siz o'shanda qaysi toifadansiz hozir? Siz o'shanda